qiyma bilan behi pishdi. Voy, shunaqa zo'r pishibdi. Mantiqasxonda behili qiyma pishiramiz. Behini ichi tayyor o'yilgan, ichiga sariyog' solingan. Ana endi qiyma so'siga bo'ldi. Birinchi marta qilyapman bunaqasini. Mazasi rosa qizuv bo'lyapti. Ustini yopamiz. Qiymali behimizni mantiqasxonga qo'yamiz va 40 minutdan keyin tayyor bo'ladi. Qiyma bilan behi pishdi. Voy, shunaqa zo'r pishibdi. Ana. Eng asosiy joyi qarindoshlar. Behini shunda voy, rosa zo'r pishibdi. Ezilib ketdi deyapti o'zi ham. Voy buni hidini. Shunaqangiz zo'r pishibdi. Qiymali behi. Birinchi marta yeb ko'rishim, qanaqa bo'lar ekan. Bu maza. Qanaqa chiqadi bilmadim, lekin bunga ham smetana qo'yib ko'rmoqchiman. Qani smetana bilan qanday ketar ekan? Обязательно behiga qiyma solib pishirib ko'ringlar. Albatta, qarindoshingizni chin bozor do'konidagi shiringina mantiqasxonchada qiladigan bo'lsangiz, vobshe zo'r bo'ladi. Qarindoshlar, aynan mana shu chin bozor do'konimizdagi shiringina bo'lgan mantiqasxonchamizni narxi atigi 210 ming so'm va albatta bu mahsulotni siz butun O'zbekiston bo'ylab aynan mana shu telefon raqam orqali buyurtma bersangiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz yoki o'zingiz eski Chinni bozor 7-qator 16-do'konda joylashgan chin bozor do'konimizga kelib mantiqasxonimizni shundoq o'zingiz ko'zlaringiz bilan ko'rgan holatda sotib olishingiz mumkin qarindoshim.